Qani ketdik, sizlar bilan kichkinagina multfilm somsalarni qilamiz. Somsaga xamir qilib qo'ydim. Tezda qildim. Katta. Kesib keyin deb topqaman deb ko'proq qildim. Yana ham juda to'g'ri qo'ydim. Endi bularni yayib kesib olamiz. Men xamirni yayib oldim. Yog'ini surkayapman. Yoqqa shedreleta ishlatdim. Bugun yog'da ozroq surkayapman. Hozir ko'p chepillatib surkayapman. Shunda menimcha shunda qasr qusur bo'lib chiqsa kerak. Nimalarda? Videolarda e'tibor bersam, yog'ni ko'proq surkashar ekan. Men somsa nima qasr qusur bo'lmaydi desam, ishtirishdim qasr qusur nima narsa bo'lmaydi desam, yog'da surkayapman ekan. Qani endi bu sefer yog'ni ko'p chepillatib surkab turib, qilib beraman somsani. Qani oxirida ko'ramiz. Shunaqa qistir bo'lamiz keyin. Mana xamirlarni ham kesib oldim. Ozgina g'alatiga solib qo'ydim. Yarim soat qatida bo'lmasa yog'lari chipillayapti. Shunaqa kichikroq qilib kesib oldim. Endi bularni yayib, somsa qilib turganmiz. Qornim ochib ketdi. Mana tezdalarni ham yayib oldim. Endi ichiga maydasini solamiz. Biri katta, biri kichkina bo'lib qoldi endi. Mana kattalarni 3 burchak, kichkinalarni 4 burchak qilamiz. Shunda ikki xil somsa bo'lib qoladi. Bay. Qaranglar mana. Yayib, chugib oldim mana. Kattalarni aytganda 3 burchak qo'ydim, qolganlarini 4 burchak qo'ydim. Ko'zimga kichkina ko'rinyapti, lekin videoda katta chiqibdi. Bundan ham kichkina qilib oldim. Mayli, qolganlarini shunday kichkina qilaman. Qani pishirib beramiz. Qisir bo'lamiz. Bay. Mana somsalar ham pishib chiqdi. Endi buni yoqlarga tortib bir maza qilib yelik. Qani ko'ramiz. Qisir qilamiz. Mana dikab tovoqni ham soldim. Bu yerda dikabda qani qatib bo'lamiz somsani. Ha, bo'ldi. Mana bo'pti. Keyin olaganimdek bo'pti. Qasr bo'ldi. Ko'ngildagidek bo'pti. Yaxshi, endi buni maza qilib yeymiz. Hammaga yoqimli ishtaha.